Davom etamiz. O'zbek tilini zamon talablariga mos ravishda rivojlantirish, uning raqamli muhitdagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini takomillashtirish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqildi. Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan mazkur hujjatda alifboni soddalashtirish va xalqaro axborot texnologiyalari talablariga moslashtirishga qaratilgan bir qator takliflar ilgari surildi. Xo'sh, alifbodagi ushbu o'zgarishlar haqida mutaxassislar qanday fikrda? Bu haqda navbatdagi lavhamizda so'z yuritamiz. Bugungi raqamli dunyoda til nafaqat insonlar o'rtasidagi muloqot vositasi, balki axborot texnologiyalari, internet, elektron hujjat aylanishi va sun'iy intellekt tizimlarining ham asosiy elementiga aylanmoqda. Ana shu ehtiyojlardan kelib chiqqan holda yurtimizda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini takomillashtirish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqildi. Qonun loyihasiga ko'ra, amalda qo'llanilayotgan g'i, o, sh, ch kabi ikki belgili harflar o'rniga yagona belgili harflarni joriy etish taklif qilinmoqda. Shuningdek, ng alifbodan chiqarilsa-da, tovush ko'rinishida saqlanib qolinyapti. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu o'zgarishlar tilning o'ziga emas, balki yozuv shaklini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, so'zlarning yozilishi va talaffuzi o'zgarmaydi. Raqamli tilshunos sifatida men shuni ayta olamanki, bugungi axborot texnologiyalari sun'iy intellekt davrida bu juda ham yaxshi qaror. Chunki bilamizki, bugungi kunda til faqat insoniyatga xizmat qilmaydi. Til bugun kompyuterlar uchun va sun'iy intellektlar uchun hamdir. Demak, biz bu tilni qulaylashtirishimiz, uni ixchamlashtirishimiz, optimallashtirishimiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Aynan o'zbek tilini raqamli dunyoda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun ham bu aynan alifbo islohoti juda yaxshi, ijobiy o'zgarish deb baholayman. Ta'kidlanishicha, alifboni takomillashtirish eng avvalo raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Internet, elektron davlat xizmatlari, sun'iy intellekt, avtomatik tarjima va qidiruv tizimlarida ikki belgili harflar ayrim texnik muammolarni keltirib chiqarayotganligi qayd etilyapti. Yagona belgili harflar esa matnlarni qayta ishlash jarayonlarini yanada soddalashtiradi. Mashina tarjimasi, ovozni matnga aylantirish, matnni ovozga aylantirish, hattoki optik tanishlar, ya'ni rasmlarni yozuvga, matnga aylantirish hozir bugungi kunda rivojlanmoqda. Aynan rasmlarni ham, videolarni ham matnga aylantirish yoki bo'lmasam imlo tekshiruvi va hokazo juda ham ko'p sohalarda kodlashtirish jarayonida bitta koddan foydalanish orqali dasturchilarni, tilshunoslarni, sun'iy intellektlarni ishini ancha osonlashtiradi. Qonun loyihasida amaliy jihatlar ham inobatga olingan. Amaldagi pasport va ID kartalar, milliy valyuta, darsliklar, kitoblar hamda boshqa rasmiy hujjatlar belgilangan muddatgacha o'z kuchida qoladi. Ular bir vaqtning o'zida emas, balki bosqichma-bosqich yangilanadi. Bu esa davlat budjetiga ham, aholiga ham qo'shimcha moliyaviy yuk tushmasligini ta'minlaydi. Bosqichma-bosqich o'tish rejalashtirilyapti. Bosqichma-bosqich qanday bo'ladi? Masalan, o'sha afishalarni almashtirish lozim bo'lgandagina almashtiring. Uni birdaniga dabdurustdan bir oy ichida, bir hafta ichida 100% hammasi o'tkazilishi kerak degan hech qanday bir cheklovlar, majburlovlar yo'q. Darsliklarni o'z muddati bor. Masalan, 5 yilda, 3 yilda o'zini almashtirish vaqti, davri kelgandagina almashtirish, yangilash lozimligi haqida ta'kidlanib o'tilyapti. Bu ham juda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika atamashunoslik komissiyasi tomonidan 41 ta xorijiy atamaning rasmiy o'zbekcha muqobili tasdiqlandi. Bu tashabbus davlat tilining ilmiy va rasmiy sohalardagi imkoniyatlarini kengaytirish, milliy atamalar tizimini boyitish hamda yagona til me'yorlarini shakllantirishga xizmat qilishi qayd etilmoqda. O'zbekcha atamalarni qo'llab-quvvatlash orqali ona tilimizga bo'lgan sadoqatimizni ko'rsata olishimiz kerak deb hisoblayman. Ko'pgina davlatlar aynan til islohoti, tilning sofligini saqlab turish uchun ham atamalar bilan bog'liq islohotlar o'tkazib turadi. Bu esa o'sha chetdan so'zlarni to'g'ridan-to'g'ri kirib kelishini oldini oladi. Albatta, o'zining tilidagi muqobil variantini yoki yangi o'zining tilining imkoniyatdan kelib chiqqan yangi variantini xalqqa taqdim qilishga harakat qiladi. Bu ham til rivoji uchun juda ham muhim ish hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, alifboni takomillashtirish bu shunchaki harflarni almashtirish emas, bu o'zbek tilining raqamli kelajagini ta'minlash, uni zamonaviy texnologiyalarga moslashtirish va xalqaro axborot makondagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir. Zero davlat tiliga bo'lgan e'tibor millatning tarixi, madaniyati va kelajagiga bo'lgan e'tibordir.